Vay. Mana ketgan. Hammaga salom do'stlar. Tiger Uz YouTube kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videomizda biz Granny o'yinidagi baglar orqali Granny uyini qochib ketishga harakat ko'ramiz. Agar videomiz yoqadigan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. Bo'lmasa biz boshladik. Boshlab sekin hammomdan narsalar qidirishga boshlaveramiz sekin. Hop, bitta. Hech narsa yo'q. Hop, bo'lmasa ikkinchi qavatga chiqib ko'ramiz. Birinchi o'rinda qilaveramiz. Taxta hop, bu yoqqa qo'ygan. Yaxshi o'ynagan ikkinchi qavatda. Baqiy o'pibdi. Buning natijamizda Granny xolani endi kelishini kutib o'tiramiz mana yerda. Granny ham qachon kelib keladi? Granny, tezroq keng. Hop, Granny kelishga keldi. Ketaganda kelishimiz bor deydi. Hop, endi Granny ketishini ham kutib o'tiramiz, kelishini kutib o'tirdik. Shunaqa qilib ishimizni atalishdan boshladik. Nima bo'ladi? Bagim qoldi, tugun jana bilan. Bir chiqib qo'yayman Granny. Oxirida. Ketaganda joyga kelishga. Voy, yana shu. Bo'ldi-da, endi oz-oz bir video olaman deganimda. O'zanchadan beri video bo'lgan. Mana shu o'tirib turdik, harakat berib bordik, endi yo'q. Hozir uzun narsalarni tushirib, o'zi qaytib keladi. Mana aytdim. Harakat yo'qlamasam bo'lar ekan, balki shu emasmidi. Hop, videomiz shunaqa zerikarli boshlandi. Chiqib qolamiz degan umiddaman, bo'lsa hali oxirlari. Qiziq bo'ladi. Granny qaytib kelmasa bo'lish. Aytdim. Bizga bu taqsimlarga kerak, hozircha. Hali baglarni sanaga kerakmi? Hop. Bo'lmasa qolgan joylarni ko'rib chiqamiz bizga. Hop, hozir bu yerda. Granny. Pasta maşinanın ne var? Bulursunuz. Bu da var bir Aşırı birinin vakti seçen molamı diyeyim. Qaraylasalarga lifehackga o'xshasa, o'xshamadi. Bu kerak emas. Lifehack bo'ldi. Keng Granny. Qani? Ha, mana. Siz bilan gaplashmoqchi o'ynab o'tirgan vaqtim yo'q, kesayiz keyin. Biz hali sizning yuzdan qochishimiz kerak, baglar sanashimiz kerak. Vaqtimiz bo'lmaydi bizga. Hop, sizlar mumkin. Granny'ni ko'rib qo'yasizlar, boshqa Granny telmini qo'yib baglasini sayz bo'ladi-ku deyishingiz mumkin. Ha, to'g'ri, bularni bilaman, lekin nima qilib qo'ysam qiziq bo'lmay qoladi Granny. Prosta zerikarli qolganish uchun men buni qanday qilganim yo'q. Yana darrov kommentda uni qilolmaysiz, qo'lingizdan komment tashlash emas. Hop, biz oshxonaga ko'rayotgandik, davom etamiz. Yo'q, ko'ramiz. Qochib turganimiz zaxlat qilmasligi uchun. Bo'ldi ishlasa o'g'irlayman. Nokta tepa qavat kesilib, sekin ko'rib chiqamiz. Albatlarda ko'radigan bo'lsak, bizga kiradi. Hech narsa chiqmayapti bo'lmaganda. Bu Betinki. Granny dam oladigan paytingiz keldi. Qani? Hop, bo'lmasa o'tirib buni olamizda Grannyni yonimizga chaqirib, pixanasidan olmasam Beding fotomizni ko'rib
Bizga bu kerak bular. Mashitdan Atverkani tushiramiz-da. Atverkani bizga nima kerakini aytdi. Hop, qo'pni tushib qo'ymasak, keyin qo'yamiz. Qopchi. Hop, hozircha baylardan foydalanganimiz yo'q, chunki kerak ham bo'lgani yo'q. Ko'rib turibsizlar, hamma narsa ochilib ketdi. Avvalga tushgandan keyin hop karka mashinaga oldi. Cho'ta bugun mashinadan qochamiz bunday. Hani o'ynaveraylik, xudo ko'rsatadi hamma. Biz harakatda bo'laylik. Qush zo'rug'i. Hop, qush zo'rug'ini ham olib berib qo'yamiz donini. Hop, buni tashab turib, nima ko'proq atverka bilan qiladigan ishlarimiz bor yana bir ikkita. Ya'ni pastda urgamchi donaga ham tushishimiz kerak shunga. Hop, bo'lmasa qush donaga ketyapmiz. O'ziga turardik, hop betdan nima o'ziga ishlamadi. Betta darabaviy boshqa qismi. Ya'ni nima qismi hop betta zalim bor ekan, yaxshi, и masterkey. Yaxshi, hozir bizga shunda hozir padlockada o'zi qolyaptimi? Yo'q, bizga malato ham kerak ekan. Hop, betlarda eshitmay yo'q, bu masterkeydan bunday borib baqa sekin tashab qo'yamiz. Keyin sekin borib qo'ygan ishlarimizni bajaramiz. Hop, buni orasida bitta nima bor? Buni ko'rib ketamiz. Hop, bitta hech narsa yo'q. Oyoqda oldi dirabaviyda yana bitta qismi bor. Hop, biz dirabaviyda o'sha yerga qo'ydik. Hamma qismlarini. Hop. Bu qismini yoki tashab qo'yaman. U grenni ham tirilib. Kakras dirabaviyda ishlatamiz hozir. Dirabaviyda bu qismini ham borib yig'ib turib, grenniga bitta ishlatib olmasak o'lib qolamiz. Dirabaviyda beka qo'ydik. Bir qismini, ya'ni hop, narigi qismi. Bitta. Grenni, qaydasiz? Kech. Qani, nima ekan? Grenni chaqirdik bo'lsa, yana chaqiramiz. Grenni keng, siz bilan Counter Strike o'ynaymiz. Kelavog'in. Chiqaymi o'zim? Ha? Ya, kelavog'ing. Grenni kerak emas bo'ldi, 3 kilos kerak bo'ldi, hech kelmaysiz. Men qizg'i devorda ichidan unutamigan. Hop, Grenni yana oqlatib qo'ydik. Sekin o'qlab olaveramiz, kerak bo'ladi. Oyoq tagiga cho'zilib olgan. Grenni qoching kechirdim. Hop, endi bo'lsa chiqib turib dirabaviyda bekka tashlaymiz. Hop, bizga bu ham kerak bo'ladi. Makka olib qo'yamiz. Hop, biz ko'rmagan joylar. Biz ba'zi ishimiz bor-da, ya'ni gazlarni olib kelishimiz kerak edi. Xustiyonidan. Mana gazalimiz ba'zi nima bor bizga. Alatoz bo'lsa yaxshi bo'ladi. Alatozmi? Yo'q. Men taxminim bo'yicha uni pastdagi o'rgamchi devonida adashmasam. Hop.
Urganch idorasiga tushib ko'ramiz. Gazalinimiz mashinaga tushirsak. Mashinaga predmetlar ko'p chiqyapti mana hozircha. Hop, buni olamizda endi sekin borib turib. Mana yerdan mana. Hop, endi biz atvetga olgan holda iloji boricha bu bagni ishlatishga harakat qilaman, chunki o'ta qiyinroq bag ko'rgan masalan videoda ham shortsda chiqardim shortsini. Hop, beka kelgan holatda, o'tirgan holatda qutini chekib chiqqandan keyin mashina jo'stida ushlab turishga bosadigan bo'lsak, bagga tushib qolamiz. Ehtiyotkorlik bilan sekin yuramiz. Sekin yurib borib iloji boricha tushib ketmaslik kerak. Mana mashinaga ko'tarilib ketishimiz ham mumkin tepaga. Lekin bundan hozir bundan chiqib olamizda. Yana sekin ehtiyotkorlik bilan tushib ketmasdan. Hop, mayli. Ko'pincha o'xshatishga qiynalyapman o'zi shu bagni. Oson bag emas, iloji boricha agar bu joyi o'ta cho'zilib ketadigan bo'lsa, kesib yo tezlashtirib olishga harakat qilaman. Biz taxta olib qo'yganmiz, taxta bilan bagimiz bo'lgani yo'q. Ammo biz atverkani ayrilib qoldikmi yo degan qo'rquvdaman. Yerine ekan. Sizni uxlab qolasiz, hozir umuman ortishasiz. Hop, u bakka keyin qaytamiz. Hozircha qiynalyapti. U bagni menimcha qilmagan yaxshi, ham vaqt oladi, ham kunimiz oladi. Shuncha qilgan narsamiz hozir bir pul bo'lmasidan, undan mana bu yerdan o'zimiz usul orqali tushib qo'ya qolaman. Ya'ni jo'stida devorga tortilgan holda turaman va bak holatga tushaman. Bayram ketgandim. Bu bak holatdan chiqib buni ko'rib turganlarni uchun o'yinga chiqib ko'raman-da, alay joydan davom etamiz bo'lmasa. Mana o'yinga ham kirib chiqib oldim. O'yinga kirib chiqqandan keyin ko'p narsa o'zgarib ketadi, qochishga nima kamayadi. Chunki o'yinga kirib chiqqandan keyin o'zinglar ham bilasizlar, hamma o'zgarib narsalar joyi o'zgarib ketadi, lekin men qo'ldan kelgancha to'g'riladim. Boyaga chiqib ketib qolgan joyimda, ya'ni xaritadan chiqib ketib qolgandim. U narsani to'g'rilab bo'lmasdi. Shunga hozir biz yana bir marta urinib ko'ramiz o'sha joyga tushganini. Xudo xolasa bu safar xato qilmayman deb umiddaman. Orada mashinaning bir ikkita jihozlarini ham akkumulyator, switcher, boshqa deganlarni topib qo'ydim. Topib qo'ymadim, qayerdaligini bilaman, lekin qo'yganim yo'q, olganim yo'q joydan o'sha qolganini video orqali birga davom etamiz deb tiymadim. Mana shu yerda yana joystick devorga qarab tortib turamiz. Yana shu holat. Maytdan sekin eplab tushib olaman, o'tiraman. O'tirgandan keyin narsalar tushib hop. Endi u qayerga ketdi? Eng qizig'i. Hop, bu bag'ni tashlab olaydi.
Bu vagonga sekin biz vagonga ketamizda. Sekinlik kirib turib bitta albatta bizga kerak narsa padlock key. Bekka kerak rasti padlock key, bekka nima kerak? Chain cutter. Ya'ni nima kesadi degan. O'sha nimani kesadigan. Oting qurg'ur nima edi? O'sha zanjirni kesadi degan kerak. Xo'p, biz hozircha eson-omon keyni olib chiqsak. Xo'p, shu kirganda boshqa narsalarni ham qilib ketaman. Hop, bu yerda bizga kalit kitobsiz kirish yo'llari. Bemaza o'tib ketishini kutishimiz kerak. Chunki xonada malotok bo'lishi mumkin. Bizga kerakli o'tib ketishini kutamiz sekin. Maytda poylab turibdi. Oyog'ini turishini qaranglar, apares. Pallaga kalla. Kete jonga tegding-ku. Ana nimaga jonga tegdi? Shunaqa taxt olib turganda. Hop. Bitta xonada bizga kerakli hech narsa yo'q. Tepada ham xonalar bormidi? Bor. Tepada xonada bizga kerakli hech nima yo'q. Hop, betlarda ham bizga kerakli hech narsa yo'q. Hop. Bo'lsa sekinchi ketaveramiz. Mana yerdan padlockga olamiz. Eng qizig'i grenga turibdi. Hop, padlockga bilan betni ochib qo'yaveramiz. Hop, do'stlar, ko'radigan bo'lsak, biz bu videoda bitta bug ishlatdik xolos. Bu video buglar orqali Greniydan qochish haqida edi, ammo buglar bo'lmadi. Hali qochib ham ulgurmadim. Hop, bitta spark plug bor, switch bor, akkumulyator bor. Greni bor, Greni. Ammo bileti pa gazalim bor. Hop. Adashmasam, mashinaga hamma yoq tayyor bo'libdi. Malatoyda qidirib boshqa qilib vaqtimizga yetkazganda ko'ra qochib o'raveraymi degan nimadaman. Hop, bizda spark plug bor, Greni basharasi otamiz, bizda drabavik bor. Greni bum. Hop. Har ehtimollarga qarshi o'qlab qo'yamiz. Hop, olsam o'g'laymizda, mana aytdimda, yo'l oqtirib turib. Hop, bizda akkumulyator bor. Hop, akkumulyatorda ham sekin tushib o'rnatib qo'yamiz. Akkumulyator o'rnatildi. Gazolinni ham sekin quyib boramiz. Bitta kunning o'zida qochyapman. Hali shu oqqacha tutilmadi videoni yoqqunimcha. Oq saqlamay turgandan, bosh saqlamay turgandan bilib keyin bo'ldi. Gazolin ham bizga kerak emas endi. Xo'p, endi bizga kerak bo'ladi ekan. Safety ochdim, u orada tepadagi nima bor? Короче, boyagi qismida ko'p narsa qilganday, bu qismida ham o'shanaqa ko'p narsa qilishga harakat qildim. Xo'p, ammo bitta neto tomoni bizda kulish yo'q ekan. Hozir esimga tushdi. Hop, menimcha kulishda ham topishim bo'lmaydi. O'rgamchik yonida bo'lsa kerak deb o'ylayapman. O'rgamchik alti ham mana turibdi. Hop, tepada o'rgamchik yoniga chiqib tushamiz. Grenini ham o'rgamchik bosgan. Podvarlarga qarasang ham o'rgamchik, tomiga qarasang ham o'rgamchik. O'zini o'rgamchikdan battar turib sovuq.
Mana shu yerda bitta layfhakcha ketadi. O'rgamchik kelaturganda bunday o'tirib turaversalaring, u o'rgamchikka qarab tursalaring, bu sizlarga tegolmaydi. Bizga kerakli kulich bor yerda. Ehtiyot bo'lib, sekin qaytib tushib ketaveramiz. Hop. Ko'rib turganlaringiz yerda ham layfhak, ya'ni bak ketdi. Yerdan sekin tushamiz, kulichni ham oldik. Hop, bizda hamma narsa bor. Bu videomizda ikkita bak ishlatdik xolos. Hop, ammo lekin switchni qayerdaligini eslamayapman. Kapot orqasini yopamiz. Bularni qotirib chiqamiz. Yazali mashinani kaliti, hamma narsa bor birodar switchdan tashqari. Hop, hozir switchni ham topib olib kelib qo'yib joylashtirsak, keyin men sizlarga bir ikkita baglarni ko'rsatib o'tib ketaman. Men ko'proq sinadigan, men ko'proq mashhur edigan. Hop, borada Granny ham hozir uyg'onib qolsa kerak. Ana, aytdim-ku, bo'rini uxlasang qulog'i ko'rinadi mana do'stlar. Biz Grannyni uxlasang tayog'i ko'rinadi. O'zidan oldin tayog'i yetib keladi. Ben uxlamasam bo'larkan. Hop, bizda ikkinchi kun. Hop do'stlar, sizlarimiz bizda o'zi endi ikkinchi kun. Birinchi kunda o'zida biz ko'p narsa qochib ketishga tayyorgarlik ko'rdik. Hozirgi o'rinda biz Grannyni uxlatib qo'yishimiz kerak. 2,5 minut maza qilib damang xola. Men ungacha qochib ketgan bo'laman, xudo xolasa. Yo'q, qochmagan bo'lar ekanman, chunki baglar ko'rsatishim kerak. Meni aziz obunachilarimga, agar shu yerda ham yana eslatib o'tishim kerak, agar videomiz yoqadigan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmasliklaring kerak. Bu men uchun juda ham muhim. Shorts videolar, boshqa oddiy videolar ham kamayib ketdi deyishlar mumkin, chunki oddiy videolarga, shorts videolarga ham baglar, g'oyalar tugab boryapti o'rgan sari menda. Men ikkinchi qismi bilan uchinchi qismi baglarda iloji boricha qidiryapman, lekin chiqmayapti. Ammo iloji boricha sizlar uchun harakat qilyapman. Addi shu mehnatimni qo'llab-quvvatlab, like bosib obuna bo'lib tursalaring, xudo xolasa yaxshigina kontentlar chiqarishga harakat qilamiz. Zaryatim kam qoldi. Switcha aytgancha mana endi esimga tushdi, mana bu yerga kelib turganda switcha bizda mana shu yerda edi. Xo'p, ana to'g'ri garajga tushamiz. Switchani qo'yamizda. Mashinani zavodga tayyor qilib qo'yib, baglarni ko'rsatib o'tib ketaman. O'zimga yoqadigan baglarni sanab. Shortslarda chiqqan hamma baglarni ko'rsata olmayman. Unga ham ancha vaqt ketadi. Zerikib qolishlaring ham mumkin, shuning uchun o'zimga qiziqarli yoqadigan bir ikkita baglarni ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchisi bo'ladi taxtasiz bagimiz. Baglar bilan qochishdi, lekin o'xshamadi. Baglar kerak bo'lmadi chunki. Hop, taxtasiz qochishimiz. Shunday tushamizda, taxta siz bagimiz shunday tushgan holatda bunday qilsak devorlar chekib ketadi. Bu menga yoqadigan taraf bitta emaski. Yoqadigan taraf bu devor qop-qorong'i. Bunaqangi joylarga, o'tiradigan joylarga o'tirmasdan kirib yursalaring bo'ladi. Mana bunday holatda qayerda nima borligini ko'rsalaring bo'ladi. Mana atverka boyagi boshqa, quvurda ichi mana. Quduqda ichi mana boshqalar, mana bu yerda bunday qilib Grannyni izolyatsiya qilib boshqa qilsalaring bo'ladi. Shu video shu haqida shorts ham bor kanalimda. Ko'rmaganlar bo'lsa o'tib ko'ringlar. Xo'p do'stlar, mana bu yerda mana go'sht bor edi, uni ko'rsatmayapti bizga. Qarochi shunaqa, mana bizning garaj orqasi. Hozir xudo xolasa biz bu yerdan qochamiz. Mana shunday holatda qilsalaring, mana baglar to'liq ochib ko'rsatib beradi. Shunaqa gaplar, mana shunaqangi joylarda
maza qilsalar ham bo'lardi. Birinchi yoqadigan taraf shu, keyin mana bu yerda bor bag. Bekka ham o'tirib yotmaysizlar, Grenini oyog'idan ko'rmasdan mashinada qilib stolda chekirib olasizlar. Grenini kuzatib turaverasizlar, u atroflarni aylanuvlar tiyolmaydi. Baqovitsa, yana yuraverasizlar. Sizlarga ortiqcha ziyoni tiyolmaydi. Menga yana bir yoqadigan tarafim, derazadan sakrab tushganimizda oddiy holatda qarab bo'lmaydi, lekin bak holatda bunday qarab tursak bo'ladi. Grenni keladimi, chiqyaptimi, yo'qmi? Ammo minus tarafi ham bor. Grenni ham bizni ko'radi o'shana payt. Shunaqa qilib nima qilsalar ham bo'ladi. Mana shunday ko'rinib turadi. Mana Grennining o'zi ham keldi. Hozircha ko'rmayapti. Ana ko'rdi. Grenni. Yo'qoling-e. Hozir yana bir kunimni barbod qilasiz. Pishanam turishini qarayman. Voy, ana. Nas bosdik. Hop. Ko'rsatgan bagim birinchisi shu bo'ldi, ikkinchisi taxta bilan ko'rsataman hozir, xudo xolasa. Shunday chiqib Grennini birinchi uxlatib yuboramiz. Hop. Keyin esimga tushib qoldi, agar ko'ngli bo'shlar, yuragi bo'shlar bo'lsa, psixologiyasiga qattiq ta'sir qiladiganlar bo'lsa, iltimos bu endi ko'rmasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki men YouTube'da boshqada ko'p ko'ryapman. Nimalarda psixologiyasiga qattiq deyilgan, boshqa qilingan bolalarni ko'p eshityapman, ko'p ko'ryapman. Men ham shular men Grenni haqida men o'zim psixologiyamga ta'sir qilmaydi, lekin o'sha sizlarga nima qilmasin. Sizlar psixologiyangga ta'sir qilishi ham men sababchi bo'lib qolmay degan ma'noda aytib qo'yapman. Agar yuragi bo'shlar, ko'ngli bo'shlar bo'ladigan bo'lsa, iltimos ko'rishlarini tavsiya bermayman. Psixologiyasiga qattiq ta'sir qiladigan bo'lsa, bagimni ham adashib ketdim. Hop, men yana bittasini aytadigan bag bu safe yaxshi ko'radigan ham. Safe ustiga mana bu taxtani qo'yish oson-ku. Bu taxtani qo'yamizda bunday chiqib turib mayga kirib, aytda mana o'zimizga kerakli bo'lgan mana chain cutter mana undaqangi o'sha pastda zanjir kesadiganda olib yana sekin chiqib ketsa bo'ladi. Menga yoqadigan bag mana yana bittasi. Bunda mana osonlikcha olib, ishlatib, keyin kerak bo'lsa tashlab qo'yaverasizlar. Xo'p, ikkinchi bag shu edi. Baglarning sirlari haqida ham alohida video chiqardim. Bag menga yoqadigan bag bor yana taxta bilan. Uni orasida yana bir bag esimga tushib qoldi. Mana yaxshilab tushuntirib o'tganman. O'tirgan holda bilmaydiganlar uchun oldingi videolarimni ko'rsatib o'tganman. Shunga hozir ko'rsatmadim. Agar esidan chiqib qolgan bo'lar bo'lsa yana ko'rsataman. Oldingi videoimni ko'rmaganlar bo'lsa, o'sha videoimni ham o'tib, ko'rib, o'zingizni fikringizni qoldirib, o'sha videomga like bosib qo'yishingizni ham so'ragan bo'lardim. Mana shu o'tirgan holatda mana turish bilan mana bunday turish bilan divan tagiga kirishni bir vaqtda bosishimiz kerak. Personaj o'sha paytda turib ketadi, lekin o'tirgan holatda paydo bo'ladi. O'sha paytda mana stol tagiga kirsa mana turish yo'q bo'lmayapti. Mana oddiy holatda kiradigan bo'lsak, mana turish yo'q bo'layapti. Mana bu holatda kiradigan bo'lsak, turish yo'q bo'lmayapti. O'sha paytda devorga tortib turib bitta turadigan bo'lsang, devorlarning ichidan ham o'tib ketib, Grenni u xonada bo'lsa, bu xonaga osonlikcha o'tib olib, Grennining ustidan izdivatsiya qilsalar bo'ladi. Lekin buni hammomda maslahat bermayman, chunki hammom o'zi tupik joy. Grenni o'sha yerga kirib qoladigan bo'lsa, sizni ko'radigan bo'lsa, qocholmay qolasiz. Mana hozir mana bu yerda Grennini izdivatsiya qilamiz.
Ataylar ko'rib turib qilverayu deydi. Asabimga tegib. Qayerdasanmish? Shetdaman, peshonangizda dronim ko'rganda chiqing baqa. Ko'p gapirmay. Mana shunaqa holatda quvlayapti. Biz mana bu yerga kiramiz. Keng. Yomon sudralasiz. To'g'ri, ekspert rejimga qo'ysam men yomon sudralaman-da. Mana shunday kirgan holatda bunday stolda o'tiramiz. Gireni kirishini kutamiz. Gireni kiring baqa. Mana shu yerga gireni kirgandan keyin gireni turib sizlar chiqishlari kerak. Devorga tortasizlarda turishni bosasizlar, bunday chiqib ketaverasizlar. Gireni ichkarida qolaveradi, biz g'ibtaligimizni bilmay. Chiqib qolmayincha. Darabaviy o'qimam? Yo'q. Xo'p, shunaqangi baglar yana Grenini izdivatsiya qiladigan baglardan bittasi bor. U hozir mana ko'rsataman uni. Taxta bizga kerak bo'ladi. Taxtani qayerga qo'ydim? Taxtani oxirgi marta qayerda ishlatdik do'stlar bagga? Bag. Mana. Meni ko'rmay o'ling. Ko'rganingiz yo'q. Aldaysiz-ku Grenni. Ko'ryapman. Nimaga birovlarni aldaysiz Grenni? Mana maytdan yana bitta zo'r usul bor. Maytdamda mo'nga tushamiz, o'tirgan holatda bunday sekin tushib ko'ramiz. Keyin mana bu yerga kirib turib, taxtani olamizda Grenni qani. Voy, Grenni yana shu oldi. Xo'p, nechinchi kun bizda shunaqa qilib? 4-kunmi? Xo'p, bizda shunaqa 4-kun, birpasda 4-kunga kirdik. Qochib ketsang bo'ladi-ku sizlarga bag ko'rsatgim kelib qoldi. Chunki bu videomiz baglar orqali qochish bo'lishi kerak edi, lekin baglar bilan qochmadik, oddiy prosta yig'ib narsalarni yig'ib topib oddiy holatda qochishga tayyormiz, hali qochmadik. Xudo xolasa qochamiz. Mana shu olishda davom etadigan bo'lsa, qochishimiz ham amri mahol bo'lishi mumkin. Biz nima deganimiz bilan ba'zi xudoni aytgan bo'ladi sizlar. Hop. Lekin biz iloji boricha ko'rib, harakat ham qilamiz qochishga. Grenni. Shu qo'limga dirabavigimni olishim bilan yo'q bo'ladi, kegisi kelmaydi, keng. 2,5 minut uxlaysiz xolos, qattiq xafa qilmayman. Qattiq tegmaydi, Grenni. Hop. Bum, Grenni. Hop, endi biz nimada davom etaverdik? Hop. Qaysi bagda davom etaverdik, do'stlar? Eslatib o'ralmaysizlarmi? Streammasda. Hop. Bo'lmasam biz qaysi bagda sinab ko'rmoqchi edik? Hop. Zarat 1% qoldi. Bizga yana bir kerakli bag. Qochingirni ruhga o'xshab yo'q bo'lyapti. Tez Palakat bosib o'ldik. Hop. Bu oxirgi kun bo'lsa, endi sekin qochib ketaversak ham bo'lar ekan. Bu bagimiz eslanmadimi? Hozir agar vaqtida qochmaydigan bo'lsam, shuncha qilganim bir pul bo'ladi. Shuning uchun sekin tushamizda, dirabavigni olamizda. Mana bu yerdan tezda o'qlab turib Grenni chaqirib uxlatamizda, o'zimiz sekin mashinaga o'tirib surib Bu bagimiz esimda yo'q. Esimga tushsa, uni alohida qilib video qilib chiqaraman, xudo xolasa. Uni ham chiqqan bo'lishi kerak, faqat buni videosi chiqqan bo'lishi kerak. Hop, xudo xolasa mana qochdik. Harakatni boshladik. Mashina oldilari chiqib ketadi. Devor ham sekin sinishni boshladi. Juda Grenniga taq ursam. Grenni qanaqa sessiz tirildingiz o'ldirdim.
Xo'p, mana Granny o'yindan ham qochdik do'stlar. Ko'rib turganlaringdek bir ikkita bag'lar ko'rsatib ham o'tib ketdim. Xo'p do'stlar, mana o'yinimizni ham tugatib oldik. Granny o'yinidan qochdik. Ba'zi bir nosozliklarga ko'ra chiqib kirishga to'g'ri keldi. Ammo Xudo xolasa ko'z tegmasin, videomiz yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizda yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yanada qiziqarli videolar chiqarishga harakatdamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.